Siz ham menga o'xshab olmali salat haqida eshitmaganmisiz? Agar eshitmagan bo'lsangiz, bu salatni albatta qilib ko'rishingiz kerak, sababi nerealniy shirin chiqarkan. Rizla kolbasalarni yarmini to'g'rab olganimizdan keyin uni ustidan 6 tuxumlarni ham xuddi shunaqa qilib to'g'rab olamiz. Qizlar, bu salatni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz deb bemalol aytolaman. Oliviyani o'rnini bosma tugur bosib o'tib ketadigan salat ekan. 4 ta badrini ham xuddi shunaqa somoncha qilib to'g'rab olganimizdan keyin uni ustidan 2 ta yoki 3 ta olmani ham xuddi shunaqa somoncha qilib to'g'raysizlar. Shunaqa sochni suvli olmadan foydalansanglar, salatinglar yegan odam og'zida qolib ketadi, ishoninglar. Albatta sizdan kelib retseptini so'rashadi. Olmalarni to'g'rab olgandan keyin yong'oqlarni ham maydalab shunaqa qilib to'g'rab oldim va ustidan jo'xori mayonez solib aralashtirdim. Bu salatni yeb ko'rgan odam bo'ldi, oliviyani so'rab o'tirmaydi. Albatta shu salatni tayyorlab siz ham yeb ko'ring, chunki mazasi prosta bomba chiqadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, dugonalaringizga jo'natib qo'yinglar. Hali ham o'tiribsizmi? Tezroq tayyorlab yeb ko'ring bu salatni va kommentariyada yozib keting qanaqa chiqqanini.